qamoqqa olish ehtiyot choralarini qo'llashi kerak edi. Ming afsus, qo'llay olmadi. Sudyalar kuchi yetmadi. Kuchi yetsa ham porasini oldimi boya aytganimdek, haromchilik qo'shilib ketdi ishqilib. Ular keyin bundan kelib chiqib, bemalol foydalanib kelib, yana ham urib, yana tan jarohati yetkazishda davom ettiryapti. Shulardan biri, adashmasam, 2023-yil o'sha sud bo'lib yurgan, suddan qaytib kelgan kunimiz kelib ayolimni urib, jag'ini ishirib yuborib, so'kib, haqorat qilib chiqib ketyapti. Ayolim bilan Matkarim Bahrom akam yonimda turadigan katta akam. Bu bo'yicha sud bo'ldi. Sudrab yarashinglar deb 13 marta aytdan audio zapislar turibdi. Qo'shko'pir tuman sudi, Farruxmi deysizmi? 13 marta. Yarashinglar lekin, yarashinglar. Nima degan u? Tahdid emasmi bu? Yarashmaymiz dedik. Ol senga bo'lmasa debdi. Boyagi ayolimga 7 sutka, akamga 10 sutka berib o'tiribdi. Shu kunning o'zida apellyatsiya kiritdim. Sizlarga bersam, bugun jo'natasizlarmi desa, yelkasini qisyapti. Sudya yordamchisi. Shunday oldimda qog'ozni to'g'ri Urganchga borib o'zim tashlab keldim. Ming rahmat. Hammasi bir oilaviy ahmoq odamlar ekan deb o'tirganlar bo'lishlaring mumkin. Bitta akam bor. Boyagi tan jarohati yetkazgandan kichkinasi. Matkarim Sheyxnazar ko'pchilik taniydi, bozorda o'tiradi. O'sha akamni yordami bilan yetib bordik. 10 ta akam 6 da kirib boribmiz. 10 minut vaqtimiz bor. Sud raisi bilan uchrashaylik dedik. Shuhrat aka degan Xorazm viloyati sud raisi. Ming rahmat, o'sha ham vijdoni qiynalib ketdi bechora meni ishim yakunlangancha. Lekin yarimigacha yordam berdi. Yarimida u yo'lga o'tolmadi. Bosim bo'ldim ham aniq. Keyin u kishi bo'ldi, boravering dedi. Ketdik. Уже ketganimizcha ayolim mazasi qochib, больницаga tushib, уже farzand nobud bo'lgan. Qo'rquvdan. Ertasi kuni apellyatsiya bo'ldi. 2 sudya alohida o'tkazdi Xorazm viloyatida. Keyin bunga ozodlik berib turib, Murodov degan rahmat aytib o'taman, o'sha yerda qonunni ko'rdi. Qani olib keling, proyektingizni olib keling, chizmangizni olib keling. Haqiqatan chizildim. Bu yerda bunaqa, bu yerda mana bunaqa odam yashaydi, bu yerda bunaqa chizib chizmasigacha ko'rdi. Sudya degan o'shanaqa bo'lmaydi. Ikkinchi taraf boyagi Bahrom taraf ko'radigan sudya alohida ko'rdi. Aminov degan u Qo'shko'pirdan chiqib ketgan, boyagi meni sudimni sudrab turib chiqib ketgan. U tanishi ekan. Bahrom aka menga aytayapti, qatnashuvchi murojaat qilib, ular tanish demak. O'tirib ham qo'ydi, turib turmang nagruskasi degan. Xo'p. 3 ta ma'muriy sudingiz bor ekan-a dedi. O'sha ma'muriy sudlarni ham o'zi o'tkazgan. O'sha sudya adashmasam. Nima desa u o'zi bo'lganda, u suddan oldin u yerga ko'tarilib lavozimga ko'tarilib kelishdan oldin Qo'shko'pir sudyasi bo'lganda bu Aminov. Xullas. Tak, yana protsessualga qaytsak, Jinoyat protsessual kodeksining 324-12-moddasi kassatsiya tartibida sud hujjatlarini ko'rish kassatsiya tartibida ko'rilmadi. Bunga endi hojat yo'q. Ko'rib bermaymiz dedi ochiqchasiga. Ko'rolmasamdi ular aniqida u narsa. Kassatsiya tartibida bo'lib ketgan hammasi. Vaqtida o'chirib ketaman. Narsalarni. To'ys mana qaranglar. 324-moddada yozilyapti. Fuqaroni ma'muriy qamoqqa olish g'ayriqonuniy ravishda qo'llanilganligi natijasida yetkazilgan zarar qonunchilikda belgilangan tartibda qoplanadi. Qani qoplangani? Kecha mana qaror chiqardi. 10 million pul chiqarib qo'yapti. 1000 baravar men zarar ko'rdim. 1000 baravar. U degani konsu mana oxiri kelib turib pulga taqalyaptimi? Agar dedi, sen arizangni qaytarib olmasang, deyapti, jinoyatchilar boshida shunaqa qilaman,
senga bergan pulni ham ularga berib yopdi qilaman degan ma'noda menga bosim o'tkazib gapirib ketyapti. Oxirigacha nima bo'lishini bilaman deb. Audio zapislarigacha sudga tashlab berdim. Hech narsa qilish bo'lmadi. Qilmaydi ham nima u? Men o'zim mana shu orqam loy mana ko'ringlar deb turib sudga chiqarmasa kerak o'zini ustidan. Kengash-ku Tele1, kengash umuman qaragani yo'q. Tak, 324. Buni o'tkazamiz. 323. Shikoyat yuzasidan protsessual bu ham. Yuzasidan chiqarilgan qarorga protest mazkur qarorni chiqargan organdan, mansabdor shaxsdan yuqori turuvchi organga kiritiladi. Byurokratiya hammasi bir bo'ladi, tepadan tortib pastigacha. Foydasi yo'q buni. Bu qonun ham ishlamaydi. Bu modda ham ishlamaydi. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish yuzasidan organ chiqarilgan qaror yuqori turuvchi organ rahbari prokurorning protesti bo'yicha esa uning chiqargan organ tomonidan ham ushbu kodeksning 21-2 va 3 qismlarida belgilangan asoslar bo'yicha bekor qilinishi yoki o'zgartirilishi mumkin. Haqiqatan prokuror viloyatga ham shu kunning o'zida borib soat 7larda bo'lsa ham dejurkasiga berdik. Balkim prokurorlar nima, lekin prokurorlar qilmaydi bu ishni. Aynan shu arizani qabul qilib qolgan odamga ayolim borgan, arizani qabul qiling, mana shunaqa noqonuniy ishlar bo'lyapti, birinchi sud protsessida, jinoiy sudda deb olib borib bergan qog'ozi shunday qolib ketdi. Qabul qilganligi familiyasini ham yozib qo'yibdi orqasiga. Menimcha shu tepadan boya do'lani olgan odam telefon qilib turib, "Bajim, o'tkazib yubormanglar endi. O'lib netib ketmasin" deb ozgina bir vijdoni uyg'onib qolib telefon qilib aytib qo'ygan bo'lsa, chiqarib yubordim. Tak. 321-moddaga qaytadigan bo'lsak. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish yuzasidan chiqarilgan qaror xususida berilgan shikoyat va bildirilgan protestlar ko'rib chiqish paytida organ quyidagi qarorlardan birini qabul qiladi. Bu kerak emas. Tak. 294-modda ma'muriy javobgarlikka tortilayotgan shaxsning huquq va burchlari kerak emas. Tak. Metda yozilyapti mana. Bir yuz 10-modda. Qiynash, muttasil ravishda do'pposlash yoki boshqacha harakatlar bilan qiynash agar ushbu kodeksning 104, 105-moddalarida 126-1 moddasining 4-8 qismlarida nazarda tutilgan oqibatlar keltirib chiqarmagan bo'lsa, deyapti. Bazaviy hisoblash miqdorini 50 baravardan 100 baravarigacha javobgarlik deyapti. Lekin bu yerda e'tibor bergan bo'lsangizlar 126-1 moddasi ichidagi alomatlar bo'lmasa degan. Bu 126-1-moddada ko'rsatilgan ayolga shafqatsiz ravishda munosabat qilish va tan jarohati yetkazish degan. Ayolim tan jarohati olyapti. Metdan yirtilib ketyapti operatsiya bo'lgan joyi. Itarib yuborgan o'sha yerda boyagi guruh men yiqilib hushimdan ketganimdan keyin borib temir darvozaga urilgan. Qattiq zarba berilgan. O'shandagi nima bu? 126-1 bormi ichida? Bu yerda o'sha harakatlar deyapti. Vni o'qib beraman, ta'lollar joyini. Ojiz ahvoldagi aybdorga ayon bo'lgan shaxsga nisbatan sodir etilgan bo'lsa. Ya'ni o'sha jinoyatchilar tarafdan ojizda ayol kishi ojiz masalan, ojiza. O'shanga nisbatan qilyapti. 360 soatdan 480 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki bularni o'qish shart emas. Mana bitta 110-statya. Mana shuni qo'llanilmadi demoqchiman. Ayolimga nisbatan yetkazilgan tan jarohati bo'yicha Xolmurodov Odilbek, Xolmurodov Ruslan ukasi, Odilbeki akasi. Meni bo'g'ib turib, bo'qqan paytda ayolim kelib qo'yib yubor degan, o'sha men hushimdan ketib bo'lgan ekanman, ko'zimni ochsam, keyin shunaqa deb aytib berdi. U kelgan qo'yib yubordi.
Keyin uni urib yuborgan. Lekin sudda u ko'rsatma beryapti, kelib turib, mani hamma joyimni tirnab tashladi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar rezervchilar to'g'risidagi qonun. Boya aytib o'tgan rezervchilar to'g'risidagi qonun mana. 1-moddasida ushbu qonunning maqsadi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining bundan buyon matnda fuqarolar deb yuritiladi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari rezervidagi xizmatni o'tash bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Mana shu qonunga asosan men harakat qildim. Ming afsus, bular hammasi aqlli, shirin.